Gullar shahri Namanganim erkeklari o'ta rashkchi bo'lishadi. Buni Namanganning ayollar bilishadi. Hattoki kofta yubqani ham o'ylab kiydirishadi. Lekin kofta yubqaligi sezilmaydigan mana shunaqa libosimizdan aynan shu rashkchi eri bor ayollarimizga ham tavsiya etamizda. Ushbu ajoyib kofta yubkamiz Turkiya brendi Bezasdan. Razmerlari 42 dan 48 gacha. Lekin balchi marka bunga urg'u berib o'taylik. Shunda ham yo'q, beli alohida ajralib turibdi deyishadigan bo'lsa, shu poyasini yechib kengaytirsangiz tashlab turadigan kofta yubka bo'ladi. Oldilariga e'tibor beramiz. Oxirigacha zamok va zamokda oldida kristal toshlar bilan bezak berilgan. Yoqalarini qaranglar, juda ham chiroyli. O'zgacha uslubda yenglarimiz ham rezinochkaga terilgan. Qaranglar, mana shu poyasini shunday yechsak, koftamiz qo'yvori turadi. Beli matosi ham yangilik, shoyi, shtapel, sholqi uchalasini bitta qilgandagi mato. Aynan bahor va yoz mavsumlari uchun ayni muddao deb o'ylaymiz. Qizlar, buyurtma qilish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. O'zbekiston bo'ylab pochtagacha dostavka xizmatlarimiz tekin. Dubai House'da sizlarni kutib qolamiz.